ziyofat uyushtirgandi. Unda ko'plab yulduzlar, jumladan Sema va Maheb ham ishtirok etdi. Bashka Malayka, Aurora, Arjun Kapur, Karisma Kapur va modeler Manish Malhotra kabi aktyorlar ham tashrif buyurishdi. Chorshanba kuni rejissyor Karan Johar Instagram sahifasida shunday yozdi: "Mening oilam va men uyda hamma testlarni o'tkazdik. Ommaviy axborot vositalarining ayrim vakillariga shuni aytmoqchimanki, 8 kishidan iborat intim uchrashuv ziyofat emas." Shundan so'ng xabar qilinishicha, Soha Elxonning rafiqasi Sema birinchi bo'lib Covidni ijobiy sinovdan o'tkazgan. U ziyofatdan so'ng o'zini yomon his qila boshlagan. Tez orada Covid ba'zi alomatlarini ko'rsata boshlagan. Uning hisobotlari 11 dekabr kuni ijobiy chiqdi. Uning o'g'li Yohan, singlisi Richard Satxan ham sinovdan o'tgan. O'sha kuni Karina va Amrita ham testdan o'tdi va ijobiy chiqdi. Hozirda aktrisa og'ir ahvolda uy karantinida. Aktrisaning tezda sog'ayib ketishini tilagan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.